Sevgi. Men o'ylamagandim hech bu mavzuda. Qo'lga qalam olib she'r yozsam yangi, yuragim toshdek muzlagan kunda tosh yurakni eritar ekan bu sevgi. Bir kuni qarshimdan chiqdi-yu nogoh, ko'nglimga kirdi unutilmas iz. Ko'zlarida yashnar go'yo bir panoh, yurakka joy oldi o'sha shirin his. Xayolim tortadi yana u tomon. Balki yuragim ham bo'lgandir kasal. Qadim davrda ham qancha oshiqlar bu dard qarshisida tuzalmas azal. Balki bedavo emasdir bu ishq. Balki yashash uchun darmon bo'lsa-chi? Balki ruhimizga bog'langan umid. Balki sabr uchun makon bo'lsa-chi? Sevgining asl bir ta'rifi yo'qdir. Unda mujassamdir muhabbat, mehr. Chin dildan sevganlar tushunar faqat. U yuraklarimizni yoquvchi sehr. Agar mendan so'rashsa sevgi nima deb, javobim oddiydir, yashirmam aslo. U qalbning eng go'zal, eng shirin so'zi. U inson hayotidagi eng buyuk davo. Muallif Jahongir Abjalilov.